Yana bitta unpacking narxlari bilan. Bunisi uzoqroq bo'ladi. Issiq joy damlab ko'rishinglarni maslahat beraman. Bu yerda основном qizimni narsalari hammasi bo'lib 19 tacha narsa zakaz qildim. Birinchi ochgan zakazim bu shunaqa chiroyli, juda shirin, sifatli so'lyevochalar. Как раз 5-6 oylikda juda kerak bo'ladi. A bu keyingisi ikkita солнцезащитный krem. Ko'rgan variantlarimdan eng yaxshisi shu deyishdi. Ishlatyapman, menga yoqdi. Eng yaxshi ko'rgan zakazim shu bo'ldi. Zakolochkalar, bittasi qizimga, bittasi sovg'aga. Keyingisi yana o'zimga maslo для снятия макияжа oldim. Saytda rosa maqtashgan, ko'rinishi juda ham chiroyli ekan. Yana zakazimga qo'shib sovg'a probniklar ham qo'shib. Yana xuddi shu brenddan ikkinchi eng populyarni pozitsiyasi umuvashka penka oldim. Menga ranglari rosa yoqdi. Keyingisi o'zimga ham shunaqa chiroyli zakolkalar oldim. Shunaqa qisqichlar, gul ko'rinishida, sochda juda ham chiroyli turadi. Keyingi zakazim yana qizimga sal kattaroq bo'lsalar, ko'yinchilar bilan taqishlarga shunaqa korona oldim. Так, keyingisi ikkita qalin shtenishka oldim. Bu ham qizimga. Ichi uchiplonli, qishda rosa kiyishli. Bu trendda bo'lgan balonovый yubka o'zimga uyda kiygan. Bu sovg'aga подарочный уже коробкада. Bu yerda 3 xil zakolka. Hammasi rosa shirin ekan. Qizimga yana body oldim, bordoviy rangda. Pushti negadir kiydirgim kelmaydi. Mana aytib turganimdek, keyingisi ham bejli. Bodylar ustidan kiygani. И обязательно yana to'qilgan shapka. Qizimga hammasi rosa yarashdi. Faqat o'ziga qiziga olar ekan deb o'ylamanglar. Mana erimga ham narsa oldim. Zalga short deb bo'ldi. Erim narsa artgan. Chunki bunisi yana menga. Razmerini spesialda katta qilib oldim. Если вдруг erim ham kiyadi deb. Ichi bordoviy bo'lgani uchun faqat o'zim maza qilib kiyaman. Kачествоsi zo'r. Keyingisi ana trendовый осьминожек manamga aytibdi. Instagramda qanaqa ko'rgan точно shunaqa ovozli осьминожка ekan. Keyingisi вообще дешманский marka aytdim. Вообще качествоsi yaxshi chiqdi to'g'ri. И вот, к сожалению, oxiriga kelamiz. Oxirgi ikkita. Bittasi qizimga, bittasi sovg'aga. Bular shunaqa shariklar. Keyingisi bo'lsa piramidka. O'zi qizim piramidkasi bor. Buni sovg'aga oldim. Keyingisi yangi yilga zakazlarim qoldi. Bu videoda sizga eng yoqqani nima bo'ldi?